Bu safarki videomuz elektromobil hakkında bo'ladi. Yine chap qo'limda Mirsaid usta, o'ng qo'limda yine Sardarbek usta. Sizlarni qiziqtirgan savollarınız bor, kommentariyada yozgan. Shulara birin yine ustalarning o'zlaridan, professional ustalarning o'zlaridan javob olib ketamiz. Xorazm sharoitida qanday mashinalarni, elektromobil mashinalarni olsak bo'ladi? Taqsillikka qaysi elektromobil yaxshi? Uzoq yo'lga qatnovlarga qaysi yaxshi? Ya bo'lmasa shaharda haydab yurmakka bir yaxshiroq qaysi 3 xil bo'yicha bir ma'lumotlar bersangiz. Puli arzon elektromobilni olsang, akkumulyatorlar to'zib qoladi, nodillari ketib qoladi degan qo'rquvlar bor odamlarda. Elektromobil mashinalarini yangi olganda Sardarbek nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ko'pincha uyda noto'g'ri zaryadlash bo'lganida muammo bo'lib turibdi. Eng ko'p buzilib turgan yeri buni zaryadlash qismi, to'g'rimi usta? Bo'ldi. Mashina, hattoki mashina o'zidan bo'ladi inyeksiya karta. Buni ham go'yib turibdi. Kilit vazifasini o'zidan. Buni ham go'yishmaydi. Uyda zaryadlagan yaxshimi? Ya bo'lmasa ko'chada zaryadlagan yaxshimi? Elektromobil benzindan, gazdan ancha arzon tushadi deb o'ylaydi-da. Ko'pchilik BYD aytadigan xatosi bor. Mashina 60 ga tushgan, yonkis 60 ga tushgan bo'lsa, shuni yonkisini ko'tarib bo'lam. Davleniyadan alakasi bu elektromobil mashina. Odam davleniyasi. Odam davleniyasi. Asa video ketdi, oxir narsaga o'yinda dim qiziqli bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Hormanglar. Bugungi videomuz avvalgilardan ham farq etadi. E'tibor etib turgan bo'lsangiz, har safargi videomuz avvalgilardan farq etib keladi. Ya'ni bu videolar sizlarni kommentariyada yozgan qiziqishlaringiz bo'yicha, sizlarni talablaringiz bo'yicha, sizlarning savollaringizdan kelib chiqib, biza video ishlatibmiz. Endi bu safargi videomuz elektromobil hakkında bo'ladi. Endi biza videoni o'zimdan tashqari mutaxassislarni, güçlü şu mashinalar bo'yichali professional ustalarni chaqirganmiz. Yine BYD girib bizani Xorazmga Urganchga girib kelgandan boshlab ta hozirgi kungacha shular bo'yichali 100% tushunchaga ega, shular bo'yichali ma'lumotlari qarshi boyib botirgan, ko'payib botirgan ustalarimiz bor. Yine chap qo'limda Mirsaid usta. Assalomu alaykum hammangizga. O'ng qo'limda yine Sardarbek usta. Hozir biza video davomida savol-javobli bo'ladi. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bor, kommentariyada yozgan. Shulara birin yine ustalarning o'zlaridan, professional ustalarning o'zlaridan javob olib ketamiz. Shu o'rinda bir gapni aytib o'tishim kerak. Ya'ni agar sizlarga BYD hakkında o'zingizning mashin BYDmi yoki bo'lmasa BYD hakkında yana bu videodan tashqari qo'shimcha savol kerak bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, ya bo'lmasa buni zapchastlar hakkında ma'lumot olacak bo'lsangizlar, narxlar hakkında ma'lumot olacak bo'lsangizlar, sizlardan iltimos etib qolgan bo'lar edim. O'zingizni Telegram nomerlaringizni qoldirib ketinglar. Biz sizlarga Telegramdan chiqib, ya bo'lmasa telefon urib, sizlarni mutaxassisni o'zi bilan gaplashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasa shu zapchast hakkında ma'lumot berishimiz osonroq bo'ladi. Nechun deganda biz YouTube'dan sizlar so'rovnoma qoldirib tursa, biz sizlarga javob bersak, o'rtada bog'lanish sal uzilib turibdi. Shu o'rinda to'g'ri tushunasizlar. Asa video ketdi, oxir narsaga o'yinda dim qiziqli bo'ladi, xudo xolasa. Asa birinchi savolga o'tamiz. Usta bobo, siz boshlab beraversiz endi. Aytaveringlar. Xorazm sharoitida qanday mashinalarni, elektromobil mashinalarni olsak bo'ladi? Endi Xorazm sharoitida demal, umuman O'zbekiston sharoitida nechik elektromobilni olgan yaxshi? Endi bu yerda savollar yana ichkariroq kirib yondashamiz. Masalan, bo'lishi mumkin, taqsillikka qaysi elektromobil yaxshi, uzoq yo'lga qatnovlarga qaysi yaxshi, ya bo'lmasa shaharda haydab yurmakka bir yaxshiroq qaysi 3 xil bo'yicha bir ma'lumotlar bersangiz. Umuman olganda Xorazm sharoiti, O'zbekiston sharoiti общий aytib o'taman. Qisqa qilib aytganda, shaharda yuridan oddiy haydovchilari 100% tok. Shahar tashqarisidan chiqib, qatnidan yo'lovchi qatnash bilan shug'ullanganlarga gibrid avtomobillari ma'qul bo'ladi. Gibrid elektro 100% emasdan. Endi taqsillik aytmaka ham pul ham arzonroq, ham o'zi sifat ham yaxshi. Endi ko'p odam aytadi, puli arzon elektromobilni olsang, akkumulyatorlar to'zib qoladi, nodillari ketib qoladi degan qo'rquvlar bor odamlarda. Eng arzon, eng sifatli, masalan, taqsillik aytmaka eng yaxshisi qaysi bularning ichida? Bularning ichida eng budjetni ham hisobobi BYD E2 avtomobillari bo'ladi. Taksistlar, endi yo'la shahar ichida yurgan odamlar ham
pul topaman desa. Hozircha shular yaxshi chiqib turibdi. Yaxshi chiqib turibdi, hammasi ham yaxshi. Uzoq yo'llar shunda gibrid mashinalarni tavsiya qilsa bo'ladi ekan. Ikkinchi savol, bu bizning obunachimizdan tushgan. Obunachilar mahkam turinglar. Zo'r savollarni berib turibsizlar. Yana har bir savolning ustida ishlatib turibmiz biz. Shularga xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'liq etib javob berishga harakat etamiz. Mashinani yangi olganda, elektromobil mashinalarni yangi olganda Sardarbek nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Endi bu yerda men doğrusu savolni sal ochibroq beraman. Yangi olganda, toza olganda birinchi nova qarashimiz kerak. Toza olganda ustalik novalari bo'lishi mumkin, ko'rib qo'yadi uni. Keyin bo'lishi mumkin. Bularda bilsangiz yo'nqis tashidi, qaysidir bir yerlarini ko'rish kerak bo'ladi. Masalan 40 bin kilometrdanmi, 50 bin kilometrdanmi? Şu an seansa gelişe doğru yaklaşır mümkün. Buna ne sebep bo'lishi mumkin? Nerinden biladi elektromobil haydab yurganlar şu ustaga borish kerak ekanligini. Shu ikki savol berdim. Toza mashaqanda nechatish kerak? Keyin yana nowdir problema chala kichkina bir bilintiradi-ku mashina. Şu an уже sizlarga murojaat etadigan yeri nereden biladi klientlarimiz? BYD elektromobillarning o'zi eng asosiy narsasi bu batareyasi bo'ladi. Batareya yemkisi degan narsasi bor. Yemkisini chala past bo'lsa, zaryad tutishi, kilometr berishi kamayib ketadi. Toza mashina toza olgan vaqtda elektromobil bo'lsin, gibrid bo'lsin, eng birinchi o'chirda o'sha glavniy batareyani yemkisini tez yetirishni maslahat beraman. Keyin elektromobilni ma'lum bir vaqtdan texosmotr etib turish kerak. Masalan 10 bin kilometrdan reduktorni yağlarını almashlab turish kerak. Gibrid varianti bo'lsa, gibrid variantda o'zi chek sistemasi bor unda. Chek sistemasi priborda ошибка bo'lsa, nerindadir ne beradi? Signal beradi. Elektromobillarda esa elektromobilni o'zini funksiyasi bor, monitorunda o'zingiz xohlagangizni aytib, endi ustalar taraflaman ko'pincha 10 bin kilometrlar qo'yiladi. Shu 10 bin kilometrdan olib borib texosmotr ettirib, diagnostika etib, meni ko'rsatib turishni maslahat beraman. Zo'r. Endi usta aytsak, masalan, o'zi bu mashina uncha buzilayotgan ham yo'q-da, lekin o'zlarimizni ошибкamiz tufayli, vaqtida bormag'imiz tufayli 10 bin kilometrdan zadniy mostni yog'i almashishi kerak, ya'ni reduktorni yog'i almashishi kerak. Vaqtida almashmandan keyin bu reduktorning o'zi mayib bo'lishina sabab bo'ldi. Uning puli ham где-то $1000 $5000 açarlı, $3000 açarlı narxlari var maşının turuna qarab. Undan tashqari 20 bin, 30 bin, 50 binde bir vaqtlarimiz bo'lganda iloji boricha, ya'ni ne pribora qaramay ollaydi, to'g'rimi? O'zi ustalarning o'zlari tekshirib beradi. Vaqt necha vaqt ketadi? Yarım saat. Yarım saat ketadi. Yana ustalar shu aviolo do'konini gelsangizda, shu yaqin shu yerda o'zlarimiz o'chirtini olib yaningizda yuboramiz. Hech muammo yo'q. Mirsaid usta, endi sizga yana keyingi savolimiz bu ham o'zimizning shu obunachimizdan tushgan. Qarang, bu elektromobillarda eng ko'p uchrab turadigan muammolar nima? Eng ko'p bo'ladi. Shu muammolar haqida so'raganlar, o'zi menimcha bular mashinani endi ajak odamlar, ya bo'lmasa og'am bo'lishlari ham mumkin. Shuni eng ko'p problemalar nima bo'ladi bunda? Elektromobilni nimalarga ko'proq e'tibor etish kerak? Elektromobilni barcha bir turdaylari uyda zaryadlash va ko'chada visokida zaryadlash sistemasi bo'yicha muammolar bo'ladi. Ko'pincha uyda noto'g'ri zaryadlash bo'lganda muammo bo'lib turibdi. Chunki uyda zaryadlangan vaqtda stabilizatorsiz qo'yishlari mumkin, noto'g'ri foydalanishlari mumkin, kuchlanish past kelishi mumkin. Shuning hisobına avtomobilda invertor qo'yish muammosi bo'lib turibdi. Bu invertor ko'p zarar keladi odamni, elektromobil olgan odam shunga tayyor turishi kerak. Invertor bo'yicha muammosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahat iloji boricha yaxshi zaryadchikdan foydalanib, keyin uydagi stabilizator, tok bo'yicha mutaxassisga murojaat etganlari yaxshi. 220 sistemasi bo'yicha. Endi usta aytib turibdi, masalan 220 toka doğru prямо ulab bo'lmaydigan zaryadchikni. Zaryadchiklar har xili bor. Bizning Avelo magazinimizda zaryadchiklarning haqiqiy originallari bor. Undan tashqari buni ustanovka qilish jarayonida endi bular mashina elektriki bo'lsa, o'zining uy elektriklari bo'ladi. Ustalar shular orqali stabilizator qo'yishga обязательно stabilizator qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ya'ni kelib turgan tokni 220 bo'lganligi bilan amperi past bo'ladimi? Kuchi past bo'ladi. Volti past bo'ladi. Shuni
hesabında ana maşına zarar yetişi mümkün. Zarar köp bop tuttudan bu, doğru mu? En köp bop turgan muammolardan biri şu ekende. Bize de en köp düşüp turgan savollardan birisi, en azina ustalar bilan gaplaştık. En aktual tema bu, en köp bızılıp turgan yeri bunu zaratçı kısmı, doğru mu usta? Nağdan köp bızılıp tuttu bu, az köp nağa itibar etmeydi tuttu şopurlarımız. Şu uydan getirgan tokni pastligine, ondan tashqari pramo uylanganligine, stabilizator bilan qo'ymaganligini e'tibor bermay tutdilar. Stabilizator bilan qo'yish kerak iloji boricha. Bu narsani umri uzoq bo'ladi, ham ko'p vaqt xizmat etishiga sabab bo'ladi. Stabilizator bilan qo'ysa. Şunda biz ağzını çattıpmız, maşının alt turpumuz, ağandan keyin sırazı öydeki toka ület turpumuz. Indi bunu ustana aytganının 220 toka üleyyeniz bilen onu volt iken buluşu mümkün. Tokun güç pəsti geçir mümkün üçün 220'lik stabilizator arkalı koyuş gerek, doğru mu? Kattaroq kilovatli bo'lgan. O'zi 7 kilovat olsa 10 kilovat qo'yishlari mumkin stabilizator. Indi bu 7 kilovatlık zaryatçık, bunun üstünlük tarafları ne o da boladı? Ustunlik tarafi oddiy qilib aytganda 60 kilovatli liboyda avtomobil bo'ladigan bo'lsa batareyasi. Bu bir soatda 7 kilovat doldurib beradi deganda, 7 kilovatning asosiy ma'nosi. 7-8 soatda polni mashinangizni 100% etib doldurib beradi. Endi buni ishlatganda ko'p odam içinde kartasi bormi, nima deydi? Kilit dediğimiz endi oddiy qilib aytganda bu buni ishlatgan yaxshimi, yo'qmi, o'zi kurchatirib ekan buni barkal ishlatgan yaxshimi? Bu haqida bir fikringizni aytsangiz. Endi bu narsani xohlasalar ajratib qo'yishlari mumkin. Uning funksiyasi ham bor bu zaryadchikning ichida. Fakat men shuni orqali ishlatsalar ham bo'ladi. Mashina ulaganda bu narsani uzib ajratib qo'yishlari mumkin. Yana undan tashqari o'zida avtomatik ajratadigan knopkasi ham bor bu narsani. Hozir bunga ustanovka qilgandan keyin buni yo'qotib qo'ysa nechik bo'ladi? Uni yo'qotib qo'ysa iloj boricha qo'ydira turgan elektrga aytish kerak, elektrika 220 bilan shug'ullanadigan. Shu narsani premonatib bering deb, bu narsani shu o'zining ichki maxsus funksiyasi bor, dezib turiladi. O'zini atkulchonatib, kartochkani nima deydi, kartochkasi ishidan funksiyasi ham bor buni. Shu funksiyasini yoqib qo'yish mumkin. Va instruksiyalari bor ichida. Danışib chiqish kerak. Shunda buni yo'qotib qo'ysa-ki ishlamay qoladi ekan. Ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun vaqtida e'tiborli bo'lib, shu narsani premonattinglar boshdan boshlab. Premonatga yaxshi ekan. Buni aytganingiz zapasiyasi bo'lmasa, ya'ni mashinalar kiliti yo'qolsa, boshdan chip ettiradi, kilit yasaladi-ku. Bu zaryadchikni bu vaji yo'qolsa, bu bon miyasi отказ bo'ladidan boshqani qo'yish. Buni yana bir sababi bor. Eng foydali maslahat aytib o'tamiz. Mana shu o'rindan Xitoycha yozib qo'yibdi, besporodni zaryadchani üstüne qo'ymang deb qo'ydi. Chunki buning ichida odmodga chipi bor. 2 minut qo'ysangiz bo'ldi. Hozir shopirlarimiz bilmasdan besporodni zaryadchikani üstüne tashlab turibdilar. Torpedga shurada qo'yadilar. Bo'ldi. Mashina, hattoki mashina o'zidan bo'ladi NFC karta. Buni ham go'yib turibdi. Kilit vazifasini o'zidan. Buni ham go'yish mumkin. Shuning uchun maxsus qo'yadigan o'zining karmashkalar bor, ya'ni tepada turadi. Shura qo'yish mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lasizlar. NFC go'yib qolish ehtimoli bor. Mashina ekan, даже zaryadchik ekan. Besporodni zaryadchikani üstüne qo'ymanglar. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Keyin yana bir narsani so'rashga edik. Bizda ham yana bir xil zaryadchik bor. Bu budjetli variant. Pul arzon chiqadi buni. Pullarni ham hozir aytib o'tamiz. Buni navga tavsiya etasiz? Nechta odamlar ishlatgan yaxshi? Qaysi vaziyatlarda buni ishlatgan yaxshi? Ya buni ishlatmay, uni o'zini ishlatgan yaxshimi? Endi bu narsani ko'pincha men o'zim fikrim. Ozgina uzoqroqqa oilasi bilan dam olishga ketgan odamlarga tavsiya etamiz buni. Budjetli variantda aytib tursiz-ku. Masalan, ko'chada visokida qo'ysa, zaryadlasa qimmatga tushib ketishi mumkin. Oilaviy ina bilan sal qimmatga tushib ketmasligi uchun ina liboy bir nega kirishi mumkin. Çayxana ya bir mehmondorchilikka borgan vaqtda shu yerda qo'yib olishi mumkin. Pramo 220 dan. To'g'ri 220. Buna stabilizator endi iloj boricha toki balandlikda qo'yish kerak. Endi buni yonlaringizga olib ketsangiz bo'ladi, uzoqroqqa ketsangiz, masalan 7 kilovatlik ustanovka etilmagan joy bo'lishi mumkin. Bu yana qo'shimcha mashinaning o'zidan keladi buni zaryadchik. Bu kichkina bo'ladi, 1.6 kilovat. Bu sal slabiy, bu 3.5 kilovat. Shu 7 kilovatning yarmidan
Ha, şu o'zingiznikini sal güçlüroq qilgan. Buni zapasi ikkita varasidan. Bir yo'qdan ko'ra bor, ozgina olsam to'qni yana kuchaytirib beradi. Sardorbek, endi men o'zim ham bir qiziq savollar bilaman. O'zi aslida elektromobillarni zaryadlaganda uyda zaryadlagan yaxshimi yo bo'lmasa ko'chada zaryadlagan yaxshimi? Ya ko'chada zaryadlash zararmi yo chala vaqtdan ko'chada bir zaryadlash kerak? Shularni bir tushunarliroq aytib bersang, sen mutaxassissan, tushunasan shuni. Endi bizning O'zbekistonga kirib kelgan elektromobillarga hammasini bir xil batareya qo'yilmagan. Her qaysisining batareya sig'imi, kuchi har xil. Dunyo bo'yicha ko'pincha elektromobillar 50 kilovatdan 100 kilovata dung batareya qo'yiladi. Bu degani mashina modeliga qarab, yuradigan kilometrga qarab o'zgaradi. Masalan, bizning O'zbekiston sharoitlariga kirib kelgan elektromobillardan olsak, bizda bistri zaryadkada oyda bir marta qo'ygan ma'qul. Ya'ni 20% dan 90% adung. Bu akkumulyatorni keyinchalik ko'proq xizmat etib berish uchun foydali hisoblanadi, lekin ko'p qo'yishni maslahat bermayman. Shu uyda stabilizator bilan 3,5 kilovatli yoki 220 voltda berishni tavsiya etaman. Biram endi uzoqqa chiqqanda majbur yo'lda bistri zaryaddan foydalanadi axir. Majbur ava. Endi oyda bir bo'lib qolishi mumkin, yo bir 6 oyda bir bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha oyda bir qo'yish kerak, to'g'rimi? Uyda qo'ygan yaxshi. 20 dan 90% adung. Shu 20 zaryad bilan 90% arasında borsin iloji boricha. O'zi elektromobilni menda shunday holat bo'lgan. 20% dan ko'p tushirib haydaganlar sovuq havoda. Sovuq havoda elektromobil pechga qo'shilgan hisobına, ya'ni batareyani qizdirish hisobına zaryad tez tashlab beradi elektromobillar. Kilometr bermay qoladi. Menda shunday holat bo'lgan. Mashina 6% bilan BYD so'ng 6% bilan haydaganlar o'zini o'zi birdan zaryad topib bo'lgan. Uni уже bistri zaryad olib borasizmi, uyingizga olib borasizmi, bu zaryad olmaydi. Bu qachon biza boramiz, kompyuterdagi diagnostika etib, batareyani blokdan chiqarib beramiz, keyin zaryad olib boshlaydi. Shu o'zi elektromobilni 20% dan tushirib haydashni maslahat bermayman. Shu o'rinda yana bir aytgan ma'lumotni yana bir aytib o'tsak edim. Agar elektromobil bo'yicha sizlarda navodir savollar bo'lsa, navodir bir qiziqib turgan yerlaringiz bo'lsa, ozgina Telegram nomerlaringizni qoldirib ketsangizlar, biz sizlar o'zlarimizga aloqaga chiqamiz. Agar undan tashqari kommentariyada yozishingiz mumkin. Bizani YouTube obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziqli videolar chiqadi. Instagram sahifamizni ham qoldirib o'tamiz. Endi yana bir narsani shu o'rinda aytib o'ting. Agar o'zingiz ham shulardan bo'lsangizlar, ya bir ustalik muammolar bo'lsa, endi telefondan bitirib beraveradi. Yana ikki ustamiz ham yonimizda, shu do'konning yonida, muammo emas. Agar nerindadir problema bo'lsa, navodir qiziqib turgan vajiyangiz bo'lsa, bemalol ustalarni o'zlari sizlarga aloqaga chiqadi. Nomerlaringizni qoldirsangiz, shunday muammom bor, ustalik agar problemam bor, zarurchilik yeri bor desangizlar, bemalol ustalarga aytamiz, sizlarga telefon qiladilar. Yana bizda undan tashqari elektromobillarning hamma zapchastlari bor, yana bufer qismidan ham yana polni hamma yo'nalishida bor. Kuri BYD emas, bu yerda Chery'niki ham bor, keyin Jetour'niki ham bor. Umuman inomarka agar Toyota'larniki ham bor, Kia, Hyundai hammasiniki bor. Kuri elektromobil emas, ya'ni inomarka yo'nalishi bo'yicha kuzovni zapchastlarni aytganmiz. Endi undan tashqari yana shurada aytib o'tdik, Hadovoy zapchastlar ham bor, Hadovoy chasni zapchastlar ham bor yana. Stop faralari, unda yana Monza zapchastlar ham kelgan motoridan. Bemalol kelib xarid etsangiz mumkin. Nondir narxlari qiziq bo'lsa, nerindadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozib qoldirsangizlar, biz o'zimiz sizlarga shu har bir komment bo'yicha, har bir yozgan savollaringiz bo'yicha birin-birin xudo xolasa ishlaymiz. Endi shu yerda bizning call centerimiz ham bor. Call centerga murojaat qilsangizlar ham bo'ladi. Call centerning ham nomerini qoldirib o'tamiz. Bemalol nov kerak bo'lsa telefon qilib so'rayverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hamma savollaringizga, hamma muammolaringizga yechim berishga harakat etamiz. Endi bu yerda yana bir savol bo'lib turibdi. Bir odamlar o'ylaydi, masalan, ko'pchilik shunday deb o'ylashi mumkin. Elektromobil benzindan, gazdan ancha arzon tushadi deb o'ylaydi-da. Endi shunga nima fikr bildirasiz, usta bu? Bu to'g'ri gap. Benzindan albatta arzon tushadi. Lekin kerak yerida undan ham qimmatga tushishi mumkin. Necha deb qimmatga tushadi? Ko'chada zaryadlanganda qimmatga tushishi mumkin. Haddan ziyod.
safara uzoqqa chiqqanda bo'lishi mumkin. Undan beri ozgina endi mening fikrim benzindan beri ekonom etadi ekan. O'ylab qaradim yana. O'ylab qaradimda. Gazdan ne? Gazdan ne desem ekan? Başta deng bo'lib qolsa kerak. Axırı neçətib? Yo'q, ko'chada tok diyecekman. Yo'q, ko'chada zaratlasa, mobo. Ha, ko'chada. Tema ko'chaniki bo'lib tutku. Lekin uyda zaratlasa albatta gazdan ham ekonom bo'lgan bo'ladi. Uyda zaratlasa, van ne deydi? Qimmat tushishi mumkinmi masalan? Limitni oshib ketsa-chi. Yo'q, limitni oshsa emas. Masalan, nima aytacakman? Endi men ham eshitganim, bir ikki joylarim bor. Shular mashina deganda e'tibor etadidan, ma'lum bir tezlikdan o'tirmaydilar. Nima uchun? Bize bir dostlarımız bilan sefere çıkıp geldik. Buxara var, Samarkand'a geldik. Şunda ma'lum bir tezlikten o'tirmadidan. Bu doğru. Ma'lum bir tezlik, masalan, haddan ziyod mashina yuriydigan tokda zo'r yurida bosa versangiz ham energiyani, kilovatni yo'qotib tashlaydi batareyani kuchini. Hamma narsada shunday-ku. Telefoningizdan masalan muzika qo'yib, jalla qishqirtib qo'ysangiz tez tugab qoladi. Endi men o'zim fikrim, mashinani bir 60-80 atrofida haydasangiz, o'rtacha yuriy aytilgan zavod tarafdan bergan kilometrni yurib berib biladi. Ha, yine gerekli ma'lumot. Basa versangiz 120-200 radarlara tushib yurmaydi. Уже kilometrni уже 50% yeb qo'ygan bo'ladi. Batareyani beradan narsani foizini. Yine foydali ma'lumot. Serdar Bey, şu hakkında ne fikir bildiririz? Bu köpçülük 60'dan 80'den doğru yürüp beredi de yürüye de görüşü mümkün. Lakin köpçülük hata zerrete koyulganlığı hesabına akılmeten yem kısmı pes olsa berip yürümeydi değil mi? Köpçülük bir vay dizran etadon hatası var. Maşin 70% olsa ey dolup dursun da bize de koyup veredi. 50% olsa dolup dursun da bize de koyup veredi. O kette hata nerede o? Mesela 100% dolup koyuverdiler ha. Biz etmiyoruz 20'ye düşse, 20'den ki aryanına koysa bataryanın yem kutusu saptırırsa zerre tutusu yaksı olup para veredi. Bize de yani metan problemi olup başlasa içinde metanı bağlaramay doldurup koyun da indi ihtiyacı da koyup koyasın ki eten yanan bolan boyun da. Şimdi bundan şundan mesela oyunu telefonam işletmeyen telefonumuzdan zaryatı 60 yapamasa 50 okutursa dur yolda çıkamasınımızdan dakansa dolduramaz. Köpinçe şu 70, 80, 60 zaryatı düşsem telefondan dakansa doldurup koyamızdan. Şimdi telefonu deseniz telefonda biröden alıp faydalanıp boladan biröden maşından alıp faydalanıp bolmaydı axı. Evet. Zaten bu hata. Hata. İlacı başlıca 20'ye gelip keyin 100'e çıkarışacak, doğru mu? Sen 100 emez. İlaç olsa 90-95%. 100'e maksimal zərət versin, məsələt verməyim ha. Her sabah batarya dola versem güç kaçıp para veredi de onu versen. Şöylerine yine itibar berəsləkən. İndi qaran, şunda yani Mürsəid Ustam aytdı ki, tezlik məsələsi boyunca. Tezlik meselesi boyunca özü həmmə BYD-lərini nəsində priboruna bərk qoyadı, rejimləri var. Eko rejimi, güçlü rejimi, sport rejimi. Eko rejimində heydə bu tezlikni 100'dən ötürməyirsə maksimal kilometrini bəriş mümkün. Keyin mən bir nəsəni bayaqda güvahıb oldum. Qaysızda bir dostumuzun maşınında BYD tanıdı, adashmasam. Qaysızda bir yerini basıp durdan energiyanı toplap durup birden gaz bergende maşın yani abartı alışı, qozalışı tez oldu lan, tez. Yani tezlik tez çıktı. O neçə funksiya bu? O sport yönü funksiya koyup VDS-ni öçürüşecek. VDS derse öz o maşını VDS yanıp dursa o maşını kaysıdır balonu kem tezlikte olsa kalan 3 balondan şunu rəsəyə doğulaş üçün maşının agdarılması üçün ya bir an tərəfə dayanıp gitmesi üçün koyulgan besa basması üçün koyulgan knopkada o ABS tormuz sistemi bilen işleydi. VDS öçürülsə yani balonlarını yeri bilen tezləşədi. Hem sport yönü rejime koyulgandan ki ana bez agrançeyini yapış üçün tez çıkardı o nərsə. İşqilib yani 100'e çıkış tezləşədi. Bu qaysı maşınların nələrində bu? Həmməsində var mı funksiya? Yok, köpinçe VDS həmməsində bolmaydı. Nə lekin sport, ekonom, normal rejimlər həmməsində boladı. Həmmə elektromobillərdə, даже gibritlərdə energiyanı qayta işləş boyunca özü məxsus knopkası var. Lek operatsiya da aytılады. Standart large. Buna da köpinçe mal sual verədi şoförlərimiz. Ekranda, priborda, BYD avtomobillərdə yaqqal görsənib durады da. Standart, large. Standart deyirsə ortaça energiyanı qayta işləyir.
Podiumdan tushganda, ko'prikdan tushganda energiyani qayta ishlashi mumkin. Ha, Mexanik energiyani asinxronning уже batareyaga zaryad berishi mumkin-da. Keyin agar large rekuperatsiya rejimini yoqib qo'ysalar, yo'qotgan o'zini ya nima desam ekan, haydagan vaqtda kuratgan bo'lsalar mumkin-ku, shu energiyani qaytadan joyina solib beradi deyapman-da, shu yo'qotilgan. Rekuperatsiyada qo'ysa 20 kilometr qo'shilishi mumkin mashina. Qayta energiyani ishlaydi. Yo'qotilgan energiyani. Bu faqat nima shu tog'dan tushganda ishimi yo Hamma ishlashi mumkin. Shaharda ayniqsa ishlaydi. Svetofordan svetofor boringizcha уже rekuperatsiya tormozlash tizimida ishlab boradi. Bu narsani yoqib qo'yish kerakmi shunda? Kerakli vaqtda yoqish kerak. Endi bu narsani yoqib qo'ysa, mashina sal og'irroq bo'ladi. Chunki energiyani ishlab chiqadi. Bu narsani ajratib qo'ysa yengil bo'ladi. Shunga ham e'tibor bersizlar deyman-da. Unda zaryadi kamaygan vaqtda ishlatgan yaxshi. Masalan, nima deydi, yana Xivodan yo bo'lmasa Qozoriston Urganchga yotirmiz. U yer borincha zaryad 7000 kalordan xavfi bor. Shu uchun shu vaqtda ishlatamiz onang. Yana bir narsa, masalan, tog'li hududga chiqqanda pastda tushishda ham zakonniy effekt beradi. 20-30 kilometrdan tashqari yana ham qo'shimcha beradi. O'zining holatida ketaverasiz. Spust rejimi qo'yasiz, rekuperatsiya qilganingiz bilan yaxshi bilan foydalana beradi kilometrlar. Agar bu ma'lumotlar sizlarga u daraja tushunarli bo'lmasa, Telegram shu bizning kommentariyga yozib qoldirsangiz, sizlarga qo'shimcha to'liq ma'lumot beramiz. Kimga qiziqli bo'lsa, bemalol yozib so'rashingiz mumkin. Keyingi savol, o'zi necha batareya bo'ladi elektromobilda, necha dona batareya bo'ladi deb so'rab turibdilar. Ya'ni o'zi dedi elektromobil batareya bo'lsa dedi, batareyada ishlasa dedi. Undan tashqari yana ham dedi 12 voltlik batareya bo'lishi kerakmi? Nechunni degan savol, endi tushunmovchilikdan yig'ilgan savollar. Bulara bir tushunarliroq aytib, o'zingizning professional usta, ikki ustadan professional usta javob beradi hozir. Mirsaid usta, nima deysiz shuna? Hamma elektromobillarda ikki batareya bo'ladi. Biri 12 volt niski kichkina batareya. Обычный akkumulyator shunda bizning o'zimizni akkumulyator o'zi bir xil-ku bizning akkumulyatorlar bilan, to'g'rimi? Visoki kuchlanishda, yuqori kuchlanishda ishlaydigan o'zini katta batareyasi ham bo'ladi elektromobillarda. Endi shuni tushunarliroq aytib beraman. Birisi batareya deb hisoblasak, elektromobilning o'zini katta batareyasi, ya'ni yuqori qismida turadi. Pastda mashina tengda turadi, qonunda turadi desak ham bo'ladi. Endi sizning shu sizlar tushungan elektromobilni haqiqiy batareyasi shu. Endi akkumulyator degandan so'ra, o'zimiz libo mashinalarda akkumulyator bor 12 voltlik. Bu akkumulyator ham bo'ladi. Akkumulyator shunda nima uchun kerak bo'ladi bizlarga? Akkumulyator ko'p narsani boshqarish uchun kerak. Birinchi o'rinda mashinani yoqib olish uchun kerak. Zamokni ochish uchun. Zamokni ochish uchun. Zamokni ochganda srazi katta yuqori kuchlanishli batareyani ichindagi rel kontaktlarini ochib berishga xizmat qiladi. Agar shu narsani ochmasa, mashina yonmaydi, harakatga kelmaydi. Shunda argi narsa batareyasi motor sifatini, motor ishini bajaradi ekanda u. Bizning argi benzin motorlarimiz o'rnida, saralgan motorlarimiz o'rnida bularning batareyasi turadi. Bu asosiy ishni, ya'ni mashina yuritishni asosiy tok shundan ketadi, lekin bu yerga bo'lgan mashina yoqib berish, to'g'rimi? 12 voltni asosiy ishdan ochish, shularni 12 voltlik batareya qiladi. Endi shu yerda yana bir savol, Sardarbek, bu menda shunday bir holat bo'ldi yaqinda, bir o'rtog'imizda telefon qilib turibdi. Endi biza zapchast bilan shug'ullangandan keyin chiqib turibdi bizlarga. Pribor ishlamaydi qaqa. Keyin navodir bo'ldi, telefon qilib turibdi, batareyasi yetganmi deb. Keyin oxirinda sizlar chiqdikmi? Qaysidir usta, Mirsaid usta chiqdikmi? Shunday bo'ldi. Batareyadan bo'lib chiqdi u. Neden? Akkumulyatordan bo'lib chiqdi. 12 voltlik kichkina kuchlanish akkumulyatordan bo'lib chiqadi. U narsa ko'pchilik odam mashinani yoqmaydidan quru eshiklarni ochib qo'yadi. Masalan, moyka apparatlar mashinani eshiklarini ochib yuvib siyirishi mumkin moychiklar. Aslında ko'pincha 12 volt akkumulyator ishtab o'tirib qoladi. Ham bir narsani maslahat beraman, elektromobillarga yilda bir marta 12 volt akkumulyatorni almashtirib turishni. Sababi bir yere borib turgan vaqti birden o'tirib qolsa, ana eshiklarni ham ochib qolishi mumkin. Keyin ruchnoy ochiladi. Mashina yonmay qolish ehtimoli ham ko'p bo'lgan. Priborlar ham ishlamay qoladi, sizdeniya hech narsa ishlamay qoladi. 12 volt akkumulyator o'tirib qolsa.
Endi onu almashtirish necha bo'ladi uni? Sırası almashtirib bo'ladimi uniki? Ama işte özünü parametrine doğru geleden taza akümülatörünü ölçüp, bunu taza akümülatöründen yem kıslarını görüp, parametrine doğru gelse koyup, maşini işletip yakıp verse boladı. Köpçülük lekin BYD elektromobil haydidonla birovlarning gapine girip, maşini primiçke etip koyadılar. Maşını primiçke etse, hata primiçke etiş mümkün primiçke, lekin hata primiçke etse, maşını özünüzü crash rejimine, avariya rejimine çürük koyuşu mümkün. Maşını taza akümülatör koysanız ham primiçke etseniz ham yanmaydı keyin. Hata primiçke etse, kandaydır joylari kuyup ham kalaşı mümkün. Özünü tertibinde ya taza akümülatör koyup ya tertibinde primiçke etse, maşın normal işlep ketadi. Endi yana bir savol bo'la, o'zini mashinani akkumulyatori yetib qoldi, 12 volt akkumulyatori. Uy sharoitida qo'yib bilamlar yo xato etish mumkinmi? Uy şaroitinde koyuş ansat. BYD'lara. Uy şaroitinde koyuş ansat. Onu 2 plus minus boladı. Massani yetişip alıp, plusunu yetişip alıp, keyin bir 13'lük 2 tane boltda duradı köpinçe. Son plus, çempionlarınki. Yetişip alıp koyuşları olmaz yok. Lekin, şu dükkandan məsləhət sorab, ustadan məsləhət sorab, koyacak akkumulyatorunu bilip, keyin koyuşunu məsləhət verəmən. Şu yerinde indi aytib o'tishim kerak. Bize de şu akkumulyatorlarni, BYD akkumulyatorlarini hamma modelinden bor. Bize akkumulyator satganda şu modelini so'rab, shuna doğru keladigan akkumulyatorni beramiz. Bu bo'yicha umuman muammo bo'lmaydi. Agar sizlarda shunday bo'lib qolsa vaziyat, qaysidir mashinalarda ilinib qolsa, yaqindan bir ochilmay nodir bo'lib qoladigan vaqt ham hech qanaqa xavotir o'rin yo'q. Bizning call center nomerlarimizni tashlab o'tamiz. Shuna telefon qilsangizlar, bizda tez yordam xizmati ham bor. Ya'ni Urganchning ichida hozircha tez yordam nodir muammo bo'lib qolsa, yana ustalarimiz bor, ustalarimiz shohidlari bor. Reysi borib, shu ishingizni bitirib, mashinani ochib berishmi yo bo'lmasa nodir xizmat ko'rsatishmi, shuni qilib beramiz. Endi bu faqat BYD bo'yicha emas, boshqa mashinalardan mashina yo'lda qolib nodir muammo bo'lsa, bizani o'zimizda specialist ustalar bor. Zapchastdan shu ustalar qaysi sifatli, qaysi bo'ladi desa, shu turidan qo'yib, xudo xolasa ishingizni bitirib beramiz. Yana bir qiziqarli savol tushgan. Ya'ni akkumulyatori, ya'ni yonkis deymiz-ku. Shu yonkis tashlab bergan. Masalan, necha tushishi mumkin u minimalni? Endi minimalni haydashga bog'liq kilometr bu. Sizlar necha tushganlarga? Mana 63. 63. Lekin yo'q etmagan kilometrni hozirgacha. BYD Y2 avtomobil 2021'de ishlab chiqarilgan. Eski variant. Eski varianti 63 ya tushgan yonkisi. 76.000 kilometr yurgan. Necha yurib turibdi shu mashina? O'zini shu standart 400-350 berilgan. Shu narsani bosib o'tib turibdi. Endi patena hisobına 300 kilometr 270 yurgan bo'lishi kerak. Yozda ko'p yuradi-ku. Konditsioner bilan ishlagan ham ko'p yuradi, lekin qish oyida sovuq havo batareyaning nasi tushib ketadi, batareya bo'lishi mumkin. 270 yurib turibdi. Mayron qilgan vaqtim shu bo'ladi. Ikki savol beraman. Birinchi savolim, shu mashinani shu nasi batareya kelsa 63 ga tushgan, yonkis 60 ga tushgan bo'lsa, shuni yonkisini ko'tarib bo'lam. Yo'q, ko'tarib bo'lmaydi. Iloji yo'q, ha? Yo'q, uning ichida o'zim maxsus cho'rni yashikdan hamma narsasi qo'yilgan, uning uchun hamma narsani ko'tarib bo'lsa, o'zi yolg'onchi bo'lib qoladi-da. Qisqasi u narsani ko'tarib bo'lmaydi, yangi batareya qo'yiladi. Zavod o'zi har bir mashina 1 million yoki 800 ming kilometr garantiya berib turibdi. Bizda batareya qo'yishning iloji bormi? Bor albatta. Endi batareyasi qaysi model bo'lsa biza remont etish ham bor. Endi ya 20% da tushirib haydaydiganlar bo'lsa, masalan, 1-2 batareyasi o'lib qolishi mumkin. Shuni qayta zaryadlash mumkin, ochib olib batareyaning ichini. Boshqa ehtiyot qismına değmezsen fakat şu batareyani zaryadlab qaytadan o'zini turzish mumkin-da. Shunda uni remont etib bo'ladi deb bo'ladi albatta. Lekin yonkisini ko'tarib bo'lmaydi. Yonkis degan boshqa narsa-da. Men shu yerda sal noto'g'ri tushibman. Boshda bo'lmaydi dedingiz-ku. Yonkisini ko'tarib bo'lmaydi, lekin volti bor. Har bir batareyani o'zini ichkinasidan kuchlanish narsa bor, volti bor. 500 volt ishidan batareya bor. Masalan, 400 ga tushib ketsa, shu eldindagi frontalniy motorni harakatga kelib bilmaydi mashina. Shunda zaryad tutmaydigan bo'lsa, uni ko'tarsa bo'ladi. Lekin yonkisini ko'tarib bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Shu yerni aniqlab oldik. Endi ikkinchi savolim qiziqli.
Yine qarang, biz hozir mashina masalan 60lik gaz balon ko'p ko'pmanda, men benzin motorga qaytadigan bo'lsak, 60lik gaz balon ko'p ko'pman, keyin bana 30likdan yana ikkini qo'ydi. Qo'ysa bo'ladi ekan, yana ikki qo'ydik. Aytsakim, elektromobillarda batareyani sonini ko'paytirib, kilometrini ko'paytirish mumkinmi? Mümkün. Gibrit avtomobillerinde. Xitoyda joriy etilgan şu texnologiya. Aha. Maşinanın tagi qismidagi batareya değil miydi? Paralel ravishda ikkinchi akkumulyatorni qo'yish mumkin. Nere degan savol tug'iladi. Bagaja. O, bular ham Tekis qilib o'rnatish mumkin. Onda yanki 400-500 yildanlar bemalol Toshkentda borib kelaversa bo'ladi-ku. Lekin yo'q, men hozir aytib o'tdim, gibrit avtomobillarda shu narsa joriy etilgan. Ha. Chunki gibritlarda kichkina bo'ladi. Suv aylanish sistemasi va konditsioner uchun suv sistemasi ham mukammal ishlatilganda. Parallel ravishda ulanadi, ketma-ket emas. Bu deganim bitta ampni ko'payadi, yo'nqisni kuchini amperni oshirib berish uchun. Men ko'rdim videolarni Xitoylarning saytlarında. Hali bu yerda qilib ko'rmadik bu ishni. Yo'q, yo'q, bu narsani qilib ko'rmadik. Balkim kirishi mumkin Qilsak bo'ladimi? Albatta. Aytasiz, zapchasini necha xil kerak desiz, biz sizga muammosi oldirib beramiz. Masalan, 120 km/dan gibrit avtomobili 250 yuk pon yurib berishi mumkin. Orqada bagajni ichine qo'ygan akkumulyator bilan. Endi shu o'rinda bir savol, bir muammolaringizga bir ne javob berib ketaman. Yine ustalarni yurtibsizlar, professional. Biz shu ustalardan so'rab, zapchasini turlarini, necha kelishni. Endi bu yerda ikki usta, o'zi ustalar ko'p bizada. Xudo shukr, Xorazmda yaxshi tushunadigan ustalar, bilimi yaxshi ustalar ko'p. Agar shu ustalar biza bilan zapchas og'alaringizda nodir yerinde bir muammo chiqsa, zapchasida muammo chiqsa, shu ustalar agar zapchasdan ish vajing bo'lmaydi, yaxshi emas desa, biza muammosiz sizlar shu narsani 100% almashtirib, yo bo'lmasa boshqasini berib, yo qaytarib olib bilamiz. Aytchakim, biz ham muammo chiqsa, ustalar chiqaman, yo Sardarbekka chiqamiz, Sardarbekning akalari bor yarasham, chilki usta, вообще, nima desam, narsa praktikasi baland. Maslahat so'raymiz, nodir yerinde muammo desa, ya zapchasi bırak desa, biz shu zapchasini ekkamaymiz. Ya bo'lmasa shu odamni ishini bitirib almashtirib beramiz. Ya boshqa yerda bo'lsa, bomni o'zlari taxlab o'tib beradilar. Yana Mirsaid ustam ko'p chiqqanmiz. Aytsak, shunday problemalar bo'lsa, biza xudo xolasa qo'ldan kelgancha durib beramiz. Sizlarning ishonchingizni, aqlingizni ham shunday niyatimiz bor. Endi yana bir qiziqarli savol bor. Mana videolar ham ko'p chiqqan, Instagramdan bor, masalan YouTube'dan ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni elektromobillarni nima deydi? Sardarbek davleniya nima alakasi bu elektromobil mashina? Odam davleniyasi. Odam davleniyasi. Odam davleniyasi alakasi yo'q. Elektromobilni o'zi bilsangiz, o'zi ekologiya uchun chiqarilgan mashina. Ha. Ekologiyani saqlash, odamga zarar yetkazmaslik uchun chiqarilgan mashina. Odamga ta'siri lekin yo'q, endi men boshqacharoq berdim savolni. Qarang, yana telefon ay. Telefonni aytadilar, ishoda qo'yib bersang zarar deydilar. radiatsiyasi bor. Ha, postoyanni ko'p gaplashsa ham zarar deydilar, to'g'rimi? Endi bundan tok bak u. Elektromobil ham hamma yer tok. Mashina ichida o'tirsangiz, ya nodir apparat zararini Radiatsiyanikli aniqlaydi. apparatda ustalar teskirib ko'rdilar. Zaryadda qo'ygan holatda mashina salonning ichida odam o'tirsa, zarar yo'q, radiatsiya bo'lmaydi salonning ichida. zaryadda qo'ygan vaqtida. Qo'ygan vaqtinda. Ha. Tak zaryadsiz vaqtinda ham zaryadda qo'yib bergan vaqtda ham radiatsiya salonning ichine bermaydi. Endi qarang, ikkinchi savolim beraman. Bom qiziqli savol. Yine masalan, kimdir elektromobil olgan, elektromobilni sotchak. Bilasiz, elektromobil mashinalari ikkinchi qo'l o'tganda o'zi toza vaqtida bilasiz qimmat bo'ladi salondan, ondan chetdan keladigan mashin, shu uchun qimmat bo'ladi. Ikkinchi sotuvda normal pul tashab beradi-da. Ko'pchilik olmaydi, qo'rqadi, nerindadir muammosi bor deb o'ylaydi. Endi sizga savol. Shu nechun biza shuni muammosi bor deb o'ylaymiz? Nechun sizlar shuni tekshirib bersangizlar bo'ladimi? Shuni tekshirsangizlar, bizlar shuni bir bu mashinani olsak bo'ladimi? Ammo nechik bo'ladi? Normal arzon bo'ladi, masalan 40 ming, 45 ming dollarlik mashin, даже 20 ming dollar acharli narx tashab berish mumkin. Agar u 20 mingga tushsa, biza benzin mashindan ancha arzon-ku. Nechun ishlatilgan BYD mashin bo'ladimi? Elektromobilni ishlatilganini
alış nechik doğru, nechik xato? Endi birinchi o'rinda teskirtib olish kerak. Batareyaning yem qismlarini, nerinde ошибкасы bor, neri xato, kuzovunda ishi bormi, hammani teskirtirib olsa, hech nechik muammosi yo'q. Bizani O'zbekiston saroyida shunday inomarkalar ozgina aydagan bo'lsam baqa tashiydi. Boshqa chet davlatlarda uni emas. Bizani O'zbekiston saroyida inomarkani olgandan keyin ko'pchilik aytadi, oxirgi egasi bo'lasan deb majbur arzon sotishga majbur bo'ladi-da. Lekin arzon olsa ham teskirtirib yaxshi mashina olish mumkin. Endi shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'ting, qarshi ma'lumot aytib turibman, adashtirmayapsizlar. Bizada kuzovchi ustalar ham bor. Ya'ni yurgan elektromobil olajak bo'lsangiz, mabodo shunday bo'lib qolsa, hech qo'rqadigan yeri yo'q. Bahan normal summa beradi sizga baribir. Shunda pul arzon bo'ladi, to'g'rimi? Bizada ustalar bor, kuzovchi ustalar ham bor, tekshirib beradi mashinani. Bir qator yurib ham yerini tekshirib beradilar. Hech qanaqa platni yeri yo'q. Prosta chin dildan, ya'ni shu Aveloni klienti bo'lgani uchun, Aveloni ustalarning klientlari bo'lgani uchun sizga bemalol gelsangizda tekshirib, shu mashinani olsangiz bo'ladimi, bo'lmaymi, maslahat beradilar. Keyinchalik ham xudo xolasa yana Sardarbek shu mashinalarni postoyan shu nazoratida o'zlari qarab turasa, to'g'rimi? Masalan, 10 ming kilometrdan bo'ladimi, 20 ming kilometr yo'lga tushgandan bir yurib ber desangiz, g'irra tekshirib beradilar, ana orqaga yurasiz. Endi bu da ham navdayan yurgan mashin bo'lsam, puli normalniy bo'lsam, sotib turgan odam masalan Plazarokdan sotishi mumkin, boshqa mashina oladigan bo'lib sotishi mumkin, to'g'rimi? Olib bemalol tekshirtirib, ham yer normalniy bo'lsa, tozadan farqi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Toza mashindan farqi yo'q. Ozgina yurganning hisobına sizlarga normalniy summa arzon chiqishi mumkin. Bemalol olaverasizlar. Yana tekshirib beramiz, to'g'rimi? Bizlarga murojaat qilasizlar. Yine nomerlerini kaldırıp bitemiz. Yani aytib o'tdim. Bemalol muammosiz tekshirib beramiz, to'g'rimi? O'zining maxsus apparatlari va teskiradi, probegini, batareyaning yem qismlarini ham hammasini tekshirib beriladi. Muammosi yo'q. Ana menimcha normal problema bo'lsa kerak. Ko'p odam olmaydi-ku yurgan mashina. Endi hozir nima deydi, mashinalar zamonaviy mashinalar chiqib turibdi. Chiqqan sayin şu an nisbatan boshqarish ham zamonaviy bo'lib qoldi. Hozir yana masofadan boshqarish bo'lib ketdi. Avval signalizatsiya pult orqali bo'lsa, hozir telefona o'zingizni telefonlaringizga ulab berib, mashinani bemalol boshqarib bo'ladi uzoqdan. Shuni usta necha kilometrdan boshqarsa bo'ladi mashinani, necha ulasa bo'ladi, shuni qaysi mashinalarni ulasa bo'ladi, hamma mashinani ulab bo'ladimi? Albatta. Hozir texnologiyalar rivojlangan sayin mashinalar har xilidan kelib ketdi. Modellarni sanab o'tadigan bo'lsak, juda ko'p. Uning ichida BYD'ni ofitsialniy olgan mashinalari o'zi zavod tarafidan, ishlab chiqaruvchi tarafidan maxsus programma ishlab chiqarilgan ichida. Telefondan xohlagan dunyoni любой burchagidan boshqarish huquqiga egasiz. Yoqish, o'chirish, holat tekshirish mumkin. Lekin ko'chadan Xitoy tarafidan olib kirilgan, pryamoy odamlar olib kelgan, sotib olgan mashinalarda uning hali bizning O'zbekistonda ishlamadi. Keyin boshqa modellarda Zikr, Lisan bu avtomobillarda, Voy avtomobillarida uning nalar bor o'zining funksiyalari maxsus. Sotib olingan vaqtida login parollari bilan beriladi. Telefondan masofadan turib ham, yonida turib ham boshqarish mumkin. Masofadan boshqarganda masalan men masalan Rossiyadaman yo bo'lmasa chet el davlatga ketdim ish bilan. Uyda masalan bolam olmaydi dedi mashinani yo bo'lmasa ushlamaydi dedi. Men o'zimni telefonimni ustanib ketsam bo'ladi. Masalan mashina nerda botir hozir, nerda yuribdi, to'g'rimi? Bemalol kontrol qilsa bo'ladi axir. Bo'ladi. Bir emas, bir necha odamni bilansa bo'ladi. Ashullar zo'r ekan. Vodiylis, keyin doполнительный vodiylislar qo'shilishi mumkin-da haydovchilar. Unda ulab berish muammo emas, o'zingiz ulab berasizmi? Endi oldi sotdi aytgan yerdan o'zingdan ulab berishlari mumkin. Agar tushunmay yerdan tushuntirib bilmagan bo'lsalar, ulab bermagan bo'lsa, biz yana kelib murojaat etsalar, taxlab chiqaratib beramiz. Masalan, qaysidir bir telefondan ustanovka bo'lgan bo'lishi mumkin, u telefon o'zgargan bo'lishi mumkin, nodir bo'lgan bo'lsa, sizlar boshqatdan ulab berib bilasizlar. Yana bir narsa qo'shimcha aytib o'tamiz. Endi elektromobillarga GPS, GSM signalizatsiyalarni qo'yib bo'ladi. Yani maxsus programma ulanmagan avtomobillar uchun Starline ya Pandora mashina, Starline ya Pandora signalizatsiyalarni o'rnatsa bo'ladi. Ular ham xuddi ofitsial nima deyim, programma deyim bo'lib ishlaydi. Holati,
durğanı, açıb biliş, yakıb köçürüş, həmmə nərsəni başqarış mümkün. İçindəki qradusları, Bəli, salonun bəli. qradusları, sizin yəni qızış. Podogrefləri, klimat kontrollarını başqarış mümkün. Yəni Xitaydan dillərsiz, yəni özümüzü adamla iki maşınlı olsa, yəni proqramma təşəbbüs olmayacaq olsa, bunlara doполнительный sinaziyasiya qoyuş arqalan şu funksiyalarını işləsə olardı. Doğru mu? Tamam, düşünürəm. Ha, oldu yine ustalar bu tema boyunca eğer kimdedir muammo bilgen olsa yine işin bərbət etırlar. Bu da halasa mənfəətli oldu deyə ümidlərimiz videomuz. Videonun axırında yana bir mərtə aytıb ötərimiz. Qoşumça savallarınız olsa bemalol kommentariyada bərişəniz mümkün. Mabada düşünməyin, durğan illəriniz olsa ya nə olduğunu soracaq olsanız da yine call center numaramizni qaldıramız. Bemalol telefon qilishiniz mümkün. Keyin undan təşqarı keyinki videoda yana qaysı maşınlarını çıxaralı, qaysı maşının qaysı problemaları yazıb qaldırırsa şu haqqında video işimiz. Xuda xalası əldimizdə bundan keyinki videomuzu görünlər. Bundan ki yana bir videomuz çıxartır. Ondan hem kızıklı oladı. Əza olub qoyunlar. Bizəni Instagram, Telegram kanallarımıza abunə olub qoyunlar. Yerdən gərəkli zor məlumatlarını bərib ötəmiz. Əgər video qızıqarlı olan olsa, elektromobil edidonun coralarınızda işi videonu samolyota taşak qoyunlar. Şunda bir söz bilan aytganda, elektromobil həydə birgənlərə ya almaqçı bolğanlara bir söz bilan təvsiyənizdən olun. Mirsəid usta. Elektromobil hədidən adamlara vaxtında texnik görükdən ötkəzib duruşlarını təvsiyə qılamız. Anladınız. Sərdar bəy. Elektromobilçilərə ən yaxşı tövsiyə avialara müraciət edəsilər, həmin muammanızı həll etib verədir. Yəni əsə avialara müraciət qılasla, nə muammanızsa xuda xalasa elektromobil bolamı, benzin motoru bolamı, həmməsini qoldan gəlcə bərtərəf etib verəmiz muammanızı. Həmməyə rəhmət, sağ olunlar, salamat olunlar. Ustalar istərəm rəhmət. Sağ olunlar, salamat olunlar.